4 xona birinchi etaj udvoyniy zal kvartiramiz chiqdi. Yunusobod 19-kvart joylashgan. Birinchi etaj o'zining mashinaga zayezdlari bor ekan. Mana ko'rib turganingizdek naveslari ham bor ekan. Shotkalari, podvollarigacha bor ekan. Tapchanlarigacha bor ekan. Xo'p, mana obzorni bitta ko'ramiz. Orientir korzinkani orqasi. Mana eshiklarni ham alishtirib qo'yishibdi. Mana o'ng qo'limizda mana tapchan qilib qo'yishibdi. Akvaramlar, shotkalar qo'yib qo'yishgan. Mana bu yog'imiz kuxinniy zona. Bemalol xohlasanglar stol stul qilib qo'yaman desanglar, bo'tga ham polniy, ham bitta katta stol qilsanglar, stroyniy, xohlasanglar joylashtirsanglar bemalol bo'ladi. Mana bu yog'imiz tualet hisoblanadi. Keling, ko'rsating tualetni. Bu yog'imiz vanna. Razdeniya ekan. Bu yog'imiz roditelskiy. Bu yoqda ham akvaram shotkalari bor. Old tomonda ham xohlasanglar naveslar qilib bemalol mashina qo'yadigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Kelinglar, bu yog'imiz detskiy. Bu yog'imiz detskiy. Mana bu общий kiruvrish, podest tomonidan kiruvrish hisoblanadi. Bu yog'imiz zal, udvoyniy zal hisoblanadi bu uyimiz. Zal mehmon o'zbeklar kutish, mehmonni yaxshi ko'rishadi-ku o'zbegim. Mana shunaqa katta 5 ga 5 zal hisoblanadi. Mana portgal tarketlar solib qo'yishibdi. Mana bu yog'iga bemalol o'zingizlarga gilamni solsanglar zo'r kvartira ekan. Shu uyimizdagi 100 ming startoviy so'rovimizni qiziqqan bo'lsangiz, opsiya nomerini qo'yib beramiz.